Jismoniy harakat balalarni chidamchan qiladi. Ochqushliq nuqtalar. Bir turlik yangi tadqiqotda jismoniy harakatlarning balalarning besimga bardoshlik berish iqtidorini oshira oladiganligi bayqaldi. Bu bog'lanishchanlik tadqiqoti bo'lib, mazkur omillar orasida sabab-natija munosabati borligini isbotlay olmaydi. Shunga texmi ko'p tadqiqotlarni ishlash zarur. Jismoniy harakat balalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligi uchun intayin muhim. Yosh o'smirlardagi ruhiy sog'lomlik masalasi to'g'risidagi xabarlar ko'nsiri ko'payayotgan, shundaqla Amerikadagi maktabgacha balalarning tartibsiz o'yin o'ynash vaqtining va jismoniy harakatlarining barg'ansir ozayotganligini ko'rsatadigan statistikalar o'ttirg'i chiqqan bu paytda bu ikki masalaning o'zaro ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatmaydiganligi haqida izlanib beqishga arziydi. Bezil Universiteti Tantarbiya, Chiniqish va Sog'lomlik fakultetidagi Manuel Hank bilan Sebastian Lodikal dal mushu masala ustida bir tadqiqot olib bordi. Nurg'unlarimiz xili ilgirla inson qancha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, jismoniy harakatlarning ham jismoniy, ham ruhiy sog'lomlikka foydali ekanligini bilatdik. Halbuki, bu eng yangi tadqiqot bolalar besimga uchraganda jismoniy harakat bilan bolalarning besimga moslashish iqtidori o'tirisidagi konkret aloqani tekshirishni maqsad qilgan. Mazkur tadqiqot atirti 10 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bir guruh bolalarni bir hafta iz qo'g'lab kuzatgan. Tadqiqotchilar u bolalarning jismoniy faoliyatini nazorat qilish uchun ularning badaniga iz qo'g'lash uskunasi o'rnatgan hamda 110 bolani to'van sijilliq va yuqori sijilliqdagi guruhlarga ayirgan. Töven sijilliqdagi guruhdagilar kuniga 30 minutdan az o'tirhal va kuchlik badan chiniqtirish faoliyati bilan shug'ullangan. Yuqori sijilliqdagi guruhdagilar bo'lsa, kuniga 60 minutdan ortiq badan chiniqtirgan. Ondan bolalar o'zida besim paydo qiladigan yoki besim paydo qilmaydigan bir vazifani o'rindash uchun 2 qatim tajribaxonaga opirilgan. Besim paydo qiladigan vazifa bolalarga qaratilgan ijtimoiy besim siniq edi. Bu sınaqning boshqalarning qo'llashi va ijobiy inkas yo'q ahvolda yuzturani sınaq uslubidagi tonishtirish va kishini tamtiradigan ko'ngilda hisoblash vazifasini o'rindig'izish orqali ishtirokchida, hatto cho'nglardami besim paydo qilganligi isbotlangan. Yana biri kishida besim paydo qilmaydigan o'zgarishchan omillar tizginlangan tajriba edi. Qatnashquchilarning besimga qaytirgan inkasi sınaqning oldidagi va sınaq jarayonidagi besim hormoni kortizol saviyasi, yurak ritmining o'zgarishchanligi va ishtirokchi o'zi his qilgan tashvish darajasiga asosan o'lchangan. Gerçi yurak ritmining o'zgarishchanligida farq bayqalmagan bo'lsa-mu, besim paydo qiladigan vazifa jarayonidagi kortizolning ajralish miqdori bolalarning shuning oldidagi bir hafta ichida qilgan jismoniy harakat miqdoriga bog'liq bo'lgan. Konkret qilib aytganda, yuqori sijilliqda jismoniy harakat qildirilgan guruhdagi bolalarga qaratilgan ijtimoiy besim siniqi jarayonidagi kortizol aktivchanligi yengil jismoniy harakat qilgan guruhdagi bolalarniki solishtirganda tuvanroq bo'lgan. Shu vajidan amaliyotga uyg'un holda shunday deyishga bo'ladiki, jismoniy harakat sijilliqi yuqori bolalar vazifani o'rindash jarayonida besimni oz his qilgan hamda odatda mushu xil vazifalar paydo qiladigan tashvishning ta'siriga texmi oz uchirgan. Albatta, bu faqat bir bog'lanishchanlik tadqiqotidir. Tadqiqotga qatnashgan bolalar o'zlari qilmish sifatida tanlagan harakatlarga asosan yuqori va to'van sijilliqdagi harakat guruhlariga bo'lingan. Ular texmi oz yoki texmi ko'p jismoniy harakat qilishga buyurilmagan. Shunga mazkur tadqiqot texmi ko'p jismoniy harakat ularning kortizol inkaschanligining to'van bo'lishini keltirib chiqargan deb aniq yakun chiqara olmagan. Aslida jismoniy jihatdan aktiv bo'lmagan bolalar besimga texmi jiddiy inkas qaytarishi mumkin. Buningdan boshqa jismoniy harakat saviyasini yoki besimga bardoshlik berish iqtidorini tushuntira oladigan, shundaqla bu ikkisini ma'lum shaklda bir-biriga bog'lab, jismoniy harakat saviyasini besimga inkas qaytarish saviyasiga bevosita ta'sir ko'rsatmaydigan qiladigan bir qism o'zgarishchan omillarmi bor bo'lishi mumkin. Shundoq bo'lishiga qaramasdan, tadqiqotda ko'rsatilishicha, chiniqish aktiv kayfiyatning kuchayishiga turtki bo'ladi ekan. Shunga texmi ko'p harakat qiladigan bolalarning ruhiy jihatda texmi sog'lom bo'lishidan umid kutishga asos bor. Shundaqla mazkur tadqiqot bu o'xshamasliklarning zodi qanchalik ekanligini
aniqlashdagi muhim tunji qadamdir. Gerçi nurg'un maktablar tantarbiya darsi va dam olish vaqtini barg'ansir qisqartib, o'qitishga texmi ko'p vaqt ajratishga urinayotgan bo'lsa-mu, ammo bu xil tadbirlarning bo'lg'usi xavflarini cho'qim astoydil o'ylash kerak. Chunki bu bolalarning baxt saodatiga to'liq ro'shan salbiy ta'sir ko'rsatadi.